Diqqat, O'zbekiston fuqarolariga ajoyib yangilik. Endilikda O'zbekiston fuqarolarining oyligiga 15% ustama puli qo'shib beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekiston va jahonda sodir bo'layotgan eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, O'zbekistonda 2026-2027 o'quv yilidan boshlab boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun milliy sertifikat tizimi joriy etildi. Malaka imtihonini B1 yoki undan yuqori natijada olgan boshlang'ich ta'lim mutaxassisligiga ega o'qituvchilarga har oy ularning maoshiga 15% ustama to'lanadi. Imtihonlar elektron shaklda video kuzatuv ostida o'tkaziladi. Ro'yxatdan o'tish esa may.gov.uz portali orqali amalga oshiriladi. Sizningcha bu ustama o'qituvchilarning malakasini oshirishiga rag'batlantiradimi? Fikringizni izohlarda albatta yozib qoldiring. Eng so'nggi xabarlarni doimo kuzatib borish uchun like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.